tenderchasiga gaplashamiz ikkinchi qismi. Bugun men lotlarni obzor qilaman va bittasini tanlab ustidan ishlaymiz. Yetkazib beruvchini qidiramiz. Xitoydan hisob-kitob qilamiz, marja qoladimi? Agar qolsa yaxshi bo'lsa, harakat qilamiz, qatnashib, yutib bir qism ishlagani. Birinchi qadamimiz lot qidirishimiz kerak. Men tender zone'ga kirdim. Расширенный поиск bosaman va agar xo'p desanglar, bugun именно auksionlarni qarasak, nimaga desanglar, auksionda savdoni boshlash oson. Endi sohaga kirgan insonlar uchun men tavsiya qilaman auksionni. Nimaga desangiz, u yerda kamroq hujjat yig'ish kerak va shans ko'proq yutgani. Mana auksion qildim. Summasi endi mayda-chuyda qilmaymiz. Masalan, 1 milliarddan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ta nollik bo'ladi 1 milliardda 2 milliardgacha. Mana shu oralig'ida tenderlarni ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bo'ldi, qanaqadir soha tanlamayman, faqat auksionga strana bizga faqat O'zbekiston. Tender zonda eslatib o'taman, 5 ta davlat tenderi bor, lekin biz hozir faqat O'zbekistonni ko'rib chiqamiz. Прием заявок. Так, операционный portal. Bizga операционный portal kerak emas. Shunga mana bu yerda faqat открытый auksion qilib qo'ysaydik, bersak. Tak, mana o'zi kam ekan, 6 ta tender chiqdi. Temir yo'llarniki avtomatizированный информационный sistema programma qila olmaymiz. Mashina оборудование, жесткий disk bor ekan. Mebel bor ekan. Hop, qani mashina tanlaylikchi, 1.90. Древесина изделия, futlar. 1 milliardga futlar. 11.610 bitta ekan. Tak, buni ko'ramiz hozir. Mana bu silkaga bossanglar, qayerdan tender olganini ko'rsatadi. Mana futlar ekan, shuni ko'ramiz. Keyin mana buni ham ko'ringlarchi, nima ekan mana bu 1 milliardlik. Vibratsionniy situatsiya. Bu bo'lmaydi. Nimaga? Pozitsiyasi ko'p. Men buni hamma pozitsiyasini qaragunimcha ko'p vaqt ketib qoladi. Buni minus qo'y. Mana bu жесткий disk qaraymiz 1 milliard 300 ga. Bu zo'r ekan. Bitta pozitsiya ekan, возможный участникlar. Mana shu ham zo'r lot. Жесткий disk. Mana texnik topshiriqda, mana texnik topshiriq. Mana shu ikkita lotni ustidan ishlasak bo'ladi. Mana bu futlar kumush rangli. Davlat belgisi buyurtmachi, yetkazib berish 15 kun. 1 milliard so'm startoviy baho, 4-5 kun vaqtimiz bor, grubo говоря. Уже kimdir narxlab berib qo'yibdi. Texnik topshiriqni ko'ramiz. Mana bunaqa nima bo'tga medal solsa kerak edi. Qog'oz qoplami polipri futlar. O'sha medal beradigan O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi uchun kumush va tilla. Menimcha bu endi bilmadim, bu o'sha maktabgacha ta'lim vazirligi o'qituvchilarga bersa kerak или воспитательlarga. Bu juda yaxshi nisha. Men Xitoyga borganimda Canton Fire'da bunaqa korobka, keyin men bu uzi podarka qilganda ochiladigan futlarlar, medalli futlarlarni ko'rganman. Xitoyda juda ozon. Bu yerda qaranglar, bitta donasiga mana shunaqa futlarga 100 ming so'm beryapti. Menimcha buni narxi ancha past deb o'ylayman, 100 mingga bormaydi. Shunga qidiramiz. Mana bu yerda batafsil yozilgan xarakteristikalari futlar, tak 1900 dona kumush rangli va 9360 dona tilla rangli, tuzilishi qog'oz qoplamli polipropilen futlar va hokazo va razmerlari, grammajlari yozilgan. Shuni hammasini olaman. ChatGPT. Конечно, ChatGPT dan ishlatamiz va yozamiz. Agar xo'p desanglar, men rus tilida ishlataman. Ingliz tiliga перевод qilib olishim kerak. Mana yozdim. Ingliz tiliga tarjima qil. LOI formatda letter of intent sotib olish nima intent degani значит rus tilida bo'ladi намерение, ya'ni niyat, sotib olish haqida niyat, xat.
Ya'ni men bu narsani sotmoqchiman, mana shunaqa futlar, mana shuncha dona deb xat qilib bergin deb yozyapman. Yubordim. Hozir ingliz tili beradi. U paytgacha, bu yozib o'tgungacha biz Alibabaga kiramiz. Alibabada tak, hozir Russian Alibabaga kiramiz. Va Alibabada mana bunaqa knopka bor, zaпрос коммерческое предложение. Ya'ni bu tender. Men o'zimga kerakli bo'layotgan molni qo'yaman e'lon qilib va hamma Xitoy ishlab chiqaruvchilar va oldi sotdi korxonalar ko'radi, menga o'zini taklifini beradi. Shuni qilamiz. Zaпрос коммерческое предложениeni bosaman. Fayl yuklash kerak. Boyagingi faylni olamiz, rasmi bor edi. Tak, загрузки. Mana shu fayl. Mana shu faylni ichiga qo'shamiz. Qo'shdim. Endi описание yozib berishim kerak o'sha nomini. ChatGPT uni period qilib bo'lgandir mana. Tak, xodimlar va janoblar, mana shuncha silver, mana shuncha gold kerak, razmerlari, ranglari, tak, donalari hammasi yozilgan. Kerakli narsasi. Mana bu yerda kopировать qilaman. Shunda olib turib mana shu yerga urib yuboraman. Ha, to'xta. Ha, mana bu yerdagi kopировать qilaman. Buni udalit qilamiz. Mana ingliz tilida Niyazov va hokazo va hokazo. Создать RFQ, yana o'sha tender. Request degan talab degan. Nimaga unaqa bo'lyapti? Yana bitta qilib ko'ramiz. Yozdik. Joyladik. Joylaganimizdan keyin mana menga уже 3 ta tashkilot yozdi. Mana men bu bittasi bilan Marvin degani bilan WeChatda yozishni boshladim. Va bu menga WeChatda narxini berdi hisoblab. Narxini ish bildi bo'lisizlar Xitoyda. Menga ikkita narx berdi. Birinchi zavodda o'zidagi narxi berdi va undan keyin men unga aytdim, yo'lkira bilan hisob kitob qilib berdi bo'ladi. Aytdim. Mana firmaning nomi Everin International degan korxona. Silver mana narxi. Silver kumush 1.2 va golddan 1.2. Umuman olganda mana $2376 va $11557. Ikkalovini qo'shamiz. Mana 11557 qo'shamiz 2376, qo'shamiz 5000 yo'l kira. Qo'shamiz $10,000 foydamiz. Ko'paytiramiz 13 mingga. 376 million bot. Mayli 400 million bo'lsa, mana 400 milliongacha o'ynasak, bizga 100 million foyda qoladi degan gap. Endi buni hozir xom sanash qilib, hozir boshqalar bilan ham gaplashaman. Mana Venju, Senju Metal Product beribdi va boshqalar bergan. Mana zaproslarim Adobrini. Zaprosim osilib turibdi. Endi hozir nima qilaman? Menda narxi bor qo'limda. Auksionda qatnashaman. Yutganimdan keyin bitta obrazец zakaz qildiraman. Obrazец kelgandan keyin buyurtmachiga ko'rsataman. Agar yutsam, birinchi yutib olish kerak. Va molni topshirishni boshlaymiz. Значит, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda 1 milliard bergan, 1 milliard 100 million. Men 400 milliongacha bemalol tusha olaman. 400 millionga tushsam, menga 100 million pul qoladi shundan ham. Shunga hozir hisob kitob qilaman. Yo'lkalarni o'zim
yana undan ham arzon bo'ladi va bu bilan savdolashaman. Yana menga arzonroq qilib ber deyman. 100% skidka qilib beradi. Ozgina bo'lsa ham 3% mi, 4% mi savdolashib ko'raman. Va harakat qilaman qatnashgani. Endi qatnashsam agar uni ham videoga olaman, ko'ramiz. Bu birinchi lot. Buni topdik. Endi uni ikkinchini ham qarasak, u ham menga yoqdi. Buni yopamiz. Buni ustidan keyin yaxshilab yana ishlaymiz. Mana bu lot menga yoqib qoldi. Jostki disk. Jostki disk 906 terabaytlik. Kim nimaligini bilmasa, mana bunaqa narsa, rasmini ko'rsin. Mana shunday narsa. Xitoyda juda ko'p. Men undan oldin bir yoshligimda shuni zakritli jostki diskini kollejga sotuvdim. Buyurtmachi Sanoat qurilish banki mana diskni opisaniyasi, uskuna nomi qattiq disk, Enterprise darajada, holati yangi, kamida 12 oy muddati va hokazo. Bo'ldi, zo'r. Buni olamiz. Buni olib turib, agar xo'p desanglar, ChatGPT ga so'ramiz. Birinchi yozgan promptim izliki tekst, ichidagi tekstni so'rib olgin, chiqargin dedi. Mana olib chiqdi. Xuddi faylga o'xshab. Endi men unga yozdim. Qo'shimcha talablar, uni hammasini chiqardi. Yozuvni ingliz tiliga tarjima qilgan, перейди anglийский formati LOI, boyaginga LOI, letter of intent, ya'ni pismo о намерениях. Yetkazib beruvchini Xitoydan topish uchun deb mana prompt berdi, mana chiqarib berdi. Qiziqish haqida interesting deb yozibdi, endi intent ham bo'ladi. Hammasini yozdi. Shuni kopировать qilaman. Bu yerda rasmi yo'q ekan. Shuni kopировать qilaman-da, endi Alibabaga qo'yaman. Yana xuddi o'sha запрос коммерческого предложениyaga kiraman. Mana bu yerga tekst qo'ydim. Faylimiz yo'q. Bu gal rasmi yo'q. Mana tekstni qo'ydim. Srazu o'zi kategoriyani tanlab berdi. Искусственный intellekt qo'ygan bo'la ham mana hard disk talablari, количествоsi, soni nechta edi o'tda hozir ko'ramiz. Start versini soni 12 ta dona ekan. 12 ta dona, bittasini narxi 110 million 200 ming. Значит, u qimmat disk. 12 ta dona deb yozamiz mana bu yerga. 12 ta dona. Bo'ldi. Qabul qildi mana otsenkani. Zaявkani qabul qildi. Endi ertaga ishxonaga kelganda men bu MyAlibabaga kirib, mana bu yerda сообщение bor. Сообщениyaga kirganingizda mana bunaqa qilib sizlarga ular yozgan bo'ladi. Mana bu запрос bo'yicha ham nimasi yaxshi buni? Shu yerda o'zida tarjimoni bor. Переводчики. Agar ingliz tilini bilmasangiz, rus tilini bilmasangiz, o'zbek tilida ana qilishingiz mumkin. Ishlashingiz mumkin. Endi keyingi qiladigan ishimiz shu ChatGPT bilan ishlaganimizda дай мне men unga yozaman, menga 3 ta shu hard disk talablariga to'g'ri keladigan modelini ber, ularni zavodini ber, zavodiga saytini ber, silkani ber deb yozdim. Mana menga yozyapti. Model Ultrastar Western Digitaldan. Mana sayti. Qani ko'ramiz. Tak, Ultrastar qaysi biri ekan?
Ultrastar SAS. Hozir ko'ramiz. Mana yozib qo'yibdi. Ultrastar narxi necha pul ekan? Mana bu yerda tayyori ham bor ekan. Sena O'zbekistonda ham bor ekan. 10 terabaytli 18.000 rubl. Ana 8,5 million. Mana Ozonda bor deyapti. O'zbekistonda 8,5 million so'm deyapti. Mana tak Ultrastar 10 terabaytli. Mana 5 million ekan. Naps shok. Endi buni o'zi anaqadan olganimiz yaxshi bab. Joyidan. Mana ham to'g'ri keladi deyapti. Seagate Exo Enterprises. Производитель Seagate Technology. Mana 10 talik kerak bizga. Seagate Exos. Qani ko'raychi buni ham. Oh, 53 milyon. 33 milyon 10 terabaytli. Bu nima? Ozon, O'zbekiston Ozon. 23. Bu Seagate to'g'ri kelmadi. O'sha yaxshi ekan. 3-chi Toshiba. Buni aytayapti. Bu 3 ta dunyoda o'sha HDD, жесткий disk, hard disk ishlab chiqaruvchi. Qolganlari shularni diskini olib oldi-sotdi qiladi. Mana Xitoydan 10 ta поставщикка bera olaman deyapti. Хорошо. Xitoydan поставщикlarni berdim. Top 5 ta. Men aytaman 5 ta top Xitoydagi korxonani menga ber. HDD sotadigan qaysi model 100% to'g'ri keladi talabga va qaysi biri narxi va sifati yaxshi. Faqat arzonga uchursa ertaga olib borib berganimizdan keyin problema bo'ladi. Mana menga berdi svcent.com. Здесь других акцентов. Server Store Technology Gongkongda, SMS Shenzhenda buni koni. Лучшая модель Seagate to'g'ri keladi deyapti. Ценасы 180-260 $. Очень надежный. Здесь Lenovo IBM. Второй хороший вариант Western Digital Ultrastar. Ana variantlar berdi. Seagate olgan Access Enterprises deyapti. Mana shu eng zo'r Seagate Access Enterprise deyapti. Modelli mana shu model ekan. Hozir ko'ramiz. Mana bor ekan bu yerda ham. Uchta to'rtta saytda ko'ringlar necha pul ekan. Mana Seagate Access 5 million ekan O'zbekistonning o'zida. Shunga telefon qilsak agar nima dedinglar? Telefon. Chunki men bu yerda boru botdagi narxga hayotda ishonmayman. Men telefon qilib odam bilan gaplashmagunimcha savdo qilmayman. Sizlarga ham shu tavsiyam. Sizlar botdagi narxga ishonasizlar, keyin telefon qilgandan keyin aka u eski narxida, u yog'ida, bu yog'ida deyishni boshlaydi. Alo, assalomu alaykum. Aka, men bu жесткий disk bo'yicha so'ramoqchi edim. Seagate Access degan bor ekan, 10 terabaytli. Shu nalichada bormi, narxi qanaqa deb so'ramoqchi edim. Saytda turibdi. Tovari kodi qayerda yozilgan bo'ldi? Kod tovari 03 036 539. 539. Жесткий disk Seagate Access 10 terabaytli. Bor ekan nalichida. Nech pul narxi? Nechta kerak bo'ladi? Narxga ko'rishgan. 12 ta kerak bo'ladi перечислениyaga. 5 million 438 ming so'm ekan, saytdagi narx ekan. Faqat 12 ta chiqmaydi ekan, 9 ta. 9 ta bor. Keyin bu 10 terabaytli emas, по-моему, yo 10 talikmi? Bu 2-3 bor ekan. 10 terabaytli bormi ekan? Yo'q aka, 16 bor ekan. 10 terabayt, 16 nech pul ekan? 6,5 million. 14 terabaytli 6,5 million.
16 terabaytli 6,5 million перечислениyaga index bilan. 12 ta chiqadimi? 10 ta qo'ygan kerak. 10 ta qolgan ha undan. 3,5 razmerdagi, ya'ni boyagi siz aytganingiz 2,5 razmerdagi edi. Bu o'sha serverlarga ishlatiladigan anaqa terkada, to'g'rimi? Tushunarli. Ismingiz nima sizni? Umid. Telegramingiz bormi shu nomerda? Yo'q, bu ishxonamda. Menga telegramingizni ayting, yana bitta ikkita savolim bo'lsa yozaman. Aha, 97 lik. Хорошо, bo'ldi, rahmat. Yozaman sizga. Xabar. Yoqmayotgan joyi juda arzon. Bu yerda bitta donaga 110 million beryapti narxi. Bu bizga 6,5 million deyapti. Hozir men chig'zadanani yuboraman. Keyin bu yerdagi bu yerda telefon nomeri bor mana. Ichki ham shunga telefonga bir gaplashaman, qanaqa terabayt kerakligini. Bulardan nima dabro olib. Keyin bitta hisob-kitob qilaman. Chunki bu yerda mana 1 milliard 322 million 12 ta terabaytga beryapti. Bu yerda bitta terabayt narxini 6,5 milliard deyapti. Agar juda katta marja qolsa, bu birinchi signal nimadir neto, buni tekshirish kerak. Haqiqatan shunaqa, bu yerda nimadir kamchiligi bor. Yoki men noto'g'ri molliq topganman, yoki bular nima qo'yganini o'zi bilmayapti. Shunga hozir buyurtmachiga telefon qilib ko'ramiz. Pastdagi nomer orqali. Maxsus shartlari ham bor. Mavjudligi kod ijrosidan ishlaydi. Sig'imi 906, даже 10 emas, 906 ekan. Alinish tezligi va hokazo. Umidga ham yuboramiz. Anaqadan ham so'raymiz hozir. Asosiy ma'lumotlardan. Mana nomer bor ekan, telefon qilamiz. 78 204. Qani telefon qilamiz. Если вы знаете внутренний номер абонента, наберите его в тоновом режиме. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, men bu jostki disk bo'yicha qilyotgandim, to'g'ri tushdimmi? 5 ta, Shu savol 10 terabaytli jostki disk kerak. Uni Seagate'niki bo'ladimi yo'q qaysi firma qo'lyapsizlar? Endi firma emas o'tda. Yo'q, qaysi modelni demoqchiman. Uni modeli ko'p, shu bizniki Seagate deb brendi. Balki sizlar qaysidir xohlayotgan bo'lsangiz, shuni olib kelib beramiz. Toshibami yo Westernmi? Yo farqi yo'qmi? Yo любойni olib kelur desangiz, olib kelib beraveramiz. Yo, mana shu tezaga to'g'ri kelsa bo'ladi. Misol uchun brend so'ralmagan, sizdan to'g'rimi? Yo, so'ralmagan, просто sizlarni jilaninglar qanaqa deb so'ramiz. Brend so'ralmagan, chunki haqqinglar yo'q brend qo'ygani. Shunga agar Toshiba yoki Seagate desanglar, shuni olib kelib beraveramiz, bizga farqi yo'q. U raqami bor, o'sha originali bo'lishi kerak. Ha, shuni originali kerak. O'shanga narxi baland ekanda. Original. Aha. Tushundim. Nima deysiz? Original bo'lmasa qaytarib yuboriladi-da. Tushundim. Значит, главный original FRU bu любой anaqada brendda bo'ladimi FRU yo qanaqadir определённыйdami? Seagate chiqararmikin? Yo, mana buni mutaxassis emasman. Ha, shular talab qo'yganda FRU'ni originali bo'lsa bo'ldi degani. Yo, Ferron originali bo'lishi kerak. Endi qolgan talablarga ham javob berish kerak. Ha, tushundim. Yoki sizda qaysi qanaqa savollaringiz bo'lsa, savollaringizni bering, men o'sha mutaxassislarga aytaman. Shunaqa. Yoki men Telegram nomerimni yozib oling. Tak, to'xtab turing, shuni yozib oling. Men sizga Telegramdan yuboraman o'zimizni molni, to'g'ri kelsa aytasiz. To'g'ri kelmasa ham ayting. Endi bayramdan keyin bo'ladi. Mayli. 99 da. Jahongir. Bo'ldi aka, men sizga yozib yuboraman hali. Rahmat. Xo'p. Zo'r bo'ldi, yaxshi ochiq odam ekan, bor gapni gapiradi, shunaqa talab berilgan deb
Endi to'g'ri mol tanlaganimiz uchun amin bo'lishimiz kerak. Bu uchun nima qilamiz? Kamerskiy plajini olganda mana shu buyurtmachiga ko'rsatamiz. Mana shu to'g'ri keladimi? Asosiy talabni men tushundim. Mana bu parametri, значит, to'g'ri kelish kerak deyapti. Mana Ferru. Hozir shuni men ChatGPT dan so'rayman nimaligini, chunki men nimaligini bilmayman. Buyurtmachi Ferru 03 original bo'lsin, nimani nazarda tutyapti deb so'rayman ChatGPT dan. Hozir qani so'raymiz. Mana tushuntiryapti. Mana bu nomer bu originalni o'sha zapchasti nomeri ekan. Buni kompyuterdan tekshirib olaman deyapti. Как markirovkaga o'xshagan narsa. Buni Lenovo, IBM, Dell, HP lar ishlatadi deb yozyapti. Agar original bo'lsa, senga uni Seagate 6 millionlik bo'lmaydi deb yozyapti. O'shanga. Mana buni Lenovo так. Прайс Seagate точно оригинал. Есть покупка. То есть покупка здесь точно ставить свою прошивку и фру номер. Это поставщикам. Оригинал Lenovo. Mana condition оригинал. Mana оригинал deb yozgan deyapti. Uni o'xshashi какой менеджер раскрывается под реальной модель все точно внутри. Где точно покупает дешевле всего. Ko'rdim. Xullas originalni so'ragan deyapti. Original narxi boshqacha bo'ladi. Окей. Дай мне топ-5 компаний, где я могу купить оригинал с и скажи примерные цены. Loyda ham, значит, biz o'shini ko'rsatishimiz kerak edi. Endi ko'rsatmaganmiz, lekin gaplashayotganda so'raymiz. Balki bu kim yozgandir, tekshiraman. Hozir просто 5 ta syomka qilyapmiz. 5 bo'lsa, ularda 3 soat уже 8 uyga uxlagani ketgan, уже dam olgani. Lenovo yoki IBM. Ana endi bu taxminan narxi 2000-4000 dollar deb yozyapti. Ferru mana Convenco. Mana shu ishlab chiqarar ekan. Bunga aloqaga chiqishimiz kerak biz. Xo'p, bular qayerda o'tirar ekan? Contact us. Уже bu серьезный korxonaga. Tak, Denver, Amerika, Irlandiya, Ispaniya, Denmark. Suppliers, customer. Ko'rdinglarmi? Уже bu Xitoy emas. Xitoyda yo'q. Niderlandiya, США, Xitoy. Mana HSM Electronics bor ekan bularda. Kitayskiy, mana narxlar. Xitoydagi narxlar, США, Yevropadagi. Tak. Mana senga savetim original IBM yoki Lenovo bo'lish kerak. Garantiya 12 oy, donasi 12 ta joy. Давай 10 ta tavshik в Kitay. Xitoydagi 10 tani bergin deyman. Mana bunga yozib ko'ramiz Shenzhenga. Chunki ochmayapti. Mana qilib ko'ramiz. Shenzhen Yuanling. Mana
Mana Alibabadan bittasini topib olamiz, xudo xolasa. Yana mana bu yerda bas 15 yillik mana shuni yaxshi deyapti. Bo'ldi, buni ham qaraymiz. Endi bularda yana nimadan qo'rqish kerak? Bu yerda o'rtoqlar bu narsa berib qo'yadi ishlatilganini. Menda shunaqa bo'lgan, bir marta yeganman. Shunga juda ehtiyotkorlik bilan qabul qilib olasizlar. Yo'da eski yangi narsani kapitan remont qilib berib yuborishi mumkin. Shunga sal opasniyroq joyi bor. Xo'p, mana shuni magazini bor ekan men bilani. Shuraga hozir yozamiz. Talabbi. Tak. Mana loy qilib berdim, men bunga hozir HSMC ga Gonkong sarga yuboramiz. Mana bu ochib qo'yganman. Boshqalarga ham yuboramiz. Mana original server deb yozdim. Shuni kopировать qilamiz, mana shu yerga beramiz. Ketdi. Donasini 12 ta qilib yozamiz. Bo'ldi. Mana zaprosda ketdi. HSimga aloqaga chiqdi. Men bularga ham yuboraman. Mendan nima ketibdi? Email adresimni ichida sanaqalarim tayyor. Loyim tayyor yuboraman. O'zi menga pochtamga chiqadi. Fonna company tender zone. Tak, O'zbekiston. Bo'ldi. Bu ham tayyor. Tak, meni Amerikada ham o'rtog'im bor, yaqin og'aynim o'sha yerda yashaydi, ishlaydi. Shunga men hozir bundan so'radim. Menga Amerikadan bergin deyapman anaqani. Silkani Amazondan yoki boshqa, lekin meni limitim tugadi. Aytmoqchi, bu tekin versiya, ChatGPT ga plata qilmaganman.
Lekin tekin versiyani uni gaplashish limiti bor. Bugun limitim tugadi. Platni ham bor boshqa akkauntimda. Hozir o'shdan qilib ko'raman. Bu yerda agar tugamagan bo'lsa, uni ham ancha bo'ladi yopmagunimizcha. Mana boshqa chatga berdim, hozir ko'ramiz nima berayotgan. Amazonda yo'q deyapti bu. Faqat anaqadan yana men bu saytga tashladi. Mana narxi. Telefon nomerlari. Sakkiz yarim terabayt. Tak. Pochtasiga yozaman bo'lmasam. Pochtasiga yozaman. Chunki telefon qilolmayman hozir. Pochtasi bor ekan, pochtasiga zaпрос tashlaman. Tak, kamu va e'lon. Qayerda edi, mana shu yerda. Tak, bu Alibabadan. Bo'ldi, yubordik. Endi kutamiz. O'rtoqlar, agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, ma'qul bo'lsa shu formatimiz, kommentariyada yozinglar va bu video bilan ulashinglar, share qilib ko'proq odam ko'rsin. Keyingi videolarda agar davomi bo'lsa, nima bilan tugaganini yana ko'rsataman. Ozgina vaqt kerak. Plus like'lar qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.